Via Marakand guruhidagi Asalga sizni juda ham o'xshatishadi. Haligacha. Bu sizga yoqimlimi yoki g'ashingizni keltiradimi? Asalga o'xshatishgan, keyin yana bir ikkita boshqa aktrisalarga ham ba'zida o'xshatishgan. Yoki o'zimni ham ko'chada ko'rishsa, tadbirlarda ko'rishsa so'rashadi. Men bu narsani oddiy qabul qilaman. Menda bunaqa narsa yo'q. Nega meni boshqaga o'xshatadi? O'xshatish kerak emas, men buman degan fikrlar umuman bo'lmagan. To'y hashamlarda ko'rishib qolganimizda kulib bir-birimizga Foti yaxshimisan, Zuhra yaxshimisan deb hazillashib turardik. Endi inson insonga o'xshaydi, bo'lishi mumkin. O'zim unda yonma-yon tursangiz, hayotda ko'rsangiz boshqacha bo'lishi mumkin, lekin endi uzoqdan ko'rganingizda qaysidir mimikalar yoki yuzdagi qaysidir shakllar o'xshab ketishi mumkin. Shuning uchun o'xshatishardi. Men bu narsani oddiy qabul qilganman. Xafa ham bo'lmaganman. Yo'q, men emas, o'xshatishadi. Men bir qizman deb o'zimni tanitardim.